Qarovchi hammaga assalomu alaykum. Nexia bitta pedasi juda charchabdi mana singan. Shuni men o'zim alishtirmoqchi bo'lyapman. Bilsanlar, kardondan bo'ladi. Nexia birdiki, Nexia 2niki plastik bo'ladi. Mana bu yerlar ham o'ynab yotibdi. Qarovchi ahvoli og'ir. Uni yechamiz hozir. Mana qarang. Tagini mana bu iskorchak tarafga yechib olamiz. Magnitofondan yechgandan keyin mana bu yerga 10 bolt bo'ladi. 4 ta, mana pastga 2 ta, ikki yonga 2 ta 10 bolt bo'ladi. Keyin mana bu knopkalarni mana shularni sug'uramiz. Rolni ham yechish kerak. Nima yechilsa yechib olamiz. Rolni to'g'ri qilib yechish kerak. Qo'yishga ham to'g'ri qo'yiladi. Egri yurmaydi degan. Keyin soatda ham tortsak chiqib keladi. Inol semini sug'uramiz mana. Hammani ochdik, rol qoldi. Keyin mana bu yerga atverkalik joy bor. Shu ochiladi. Keyin tablo yechgandan keyin mana shu tarafga hozir kamerasi qisqatib ham ko'rsataman. Mana shu yechiladi. Rollar obязательно yechasiz. Bu tomoniga ham bitta bor. O'zi ko'rinib turadi. Keyin mana shu kapot tarafdan bo'ladi. Mana shu yerga 13 gayka bo'ladi. Mana shu yerga 13 gaykani yechib olinadi. Va undan keyin yana qaytib ichiga kiramiz. Rolni mana gitara deydi. Shuni rolni yechgan ekan, shuni bosib tortsak chiqib keladi. Mana yaxshilab bosib o'zi bosayotgan joyi bor, chiqib keladi. Bunisi ham xuddi shunaqa. Undan keyin buni ham sug'urib olamiz. Keyin torpedani, simlarni chiqarmanman. Mana esimdan chiqib ketibdi. Oldinga keyinga qilib qo'lni tiqib ichkarilardan simlarini barvalo qilib chiqardim. Bog'lab qo'yilgan ekan, o'zi ham o'zini zajimiga emas, bog'liqqa turgan ekanda qarovchi. Juda qiyin bo'ldi. Oldinga keyinga qilib chiqarib olish. Shlanglari bo'ladi, pechkaniki, kalonkani simlari. Hadda sug'urib oldim. Mana chang bo'layotgan ekan, mana qo'ldan kelgancha sal-pal tozalab, yechilayotganini yuvib keldim. Mana plastiklarni. Endi Nexia 2nikini qo'yamiz. Bir o'zimman, 2 kishi bo'lsa qo'yish osonroq bo'ladi. Shu uchun sal qiyinroq ko'tarib mana qilamiz. Mana bu ikki taraf eshigida ramasi bor. Laboy bilan ana shu plastiklarni yechib olish kerak ekan. Men yechmadim, shunga ancha qiynaldim. Keyin videodan keyin kadr ortiga deydik, shundan keyin yechib to'g'rilab qo'ydim. Mana shundoq qilib simlarni hali joylagan yo'q, pastga osilib yotibdi. Gitara, zamokni simlari, predahnator blokniki sal qiyinroq bo'ladi, o'rniga tushmaydi. Men qotirib qo'ydim. Yana mana ko'rsataman sizlarga. Zazorlari ham cho'tka joyiga tushgan. To'lka hozir qotirish qolgan, boltlari birga bir hammasi tushadi joyiga. To'lka pastdagi iskorchani oldidagilarni ham alishtirish kerak bo'ladi. Mana oxirgi rezultat qo'yilgan, prosta tozalab artganim yo'q. Prosta qo'yib qisib terib bo'lganimdan keyingisi. Xuddi mana shunaqa Android magnitola ham qo'yganman, u boshqa videoga.